Mashinalar olibsan deb eshitdim. Bizni toychoq qalay, xizmat qildimi? Yomon emas. Baraka topdingmi ish qilib? Mana bu sen bergan mashinani kaliti. Nima deganing bu? Ichkari kiramiz? Salgina shoshilib turgandim. Aka, mashinani kapitalni remont qildirish kerak. Nima deganing bu? Nima deyapti u? Nima endi men sizlarga yangi mashina olib berishim kerakmi? Menga nima deysiz, ishimni qilyapman-da. Yo'q, qizishma. Sen bor, ishingni qilay. Arenda pulini vaqtida olgan bo'lsang, Xafa bo'lma. sog' bo'l. Ha, tinchlikmi? Ko'rmaysizmi? Mashinani dabdalasini chiqarib kelgan. Shu o'rtog'ingni birinchi ofisga kelganini eslaysanmi? Shahzod, ishlarim orqaga ketyapti. Nima qilishimni ham bilmay qoldim. Rossiyaga ketaymi yoki bo'lmasam, ishxonangda birorta qora mehnat bo'lsa ham farqi yo'q, qilardim. Sen esing joyidami? Yoshligimizdan birga katta bo'lganmiz. Men senga qanaqa qilib ish buyuraman? Bilasan, mashinalarni arendaga beramiz. Bitta jentra bu. Xohlasang, o'shani olib, tirikchiligingni qilaver. Mana bu kaliti. Borib ko'r, ma'qul bo'lsa olib ket. Buni arendasichi. Arendasini o'ylama. Sharoiting bo'lganda kam-kam berarsan. Bermasang ham mayli. Ol. Yaxshiligini hech qachon Qanaqa yaxshilik, do'stmizku axir. Yaxshilik qildingmi? Yomonlikka ham tayyor tur. Chunki manfaat tugagan joyda nonko'rlik boshlanadi.